Assalamu alaikum hörmətli televizor görgücülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görüb atsızlar. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayonida radiomuzda berilgan Uyğurlarga münasibətlik vaqələrdən məlumat beremiz. Hörmətli görürmənlər, mən Erkin tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Uyghur diyarida tacisiman virusning yuqumlanğuvchilarning soni ko'payib atqanda, bu virusning lagerlarga yiqilishayotganligi dastlabki qadamda oydinlashdi. Otishdagi Miradil Nurahmat ismli bireylarning yaqinda karantin qilish nomida lagerga yaqin bir rayonga ilib ketilganligi buni bevosita dalillaydi. Ma'lum bo'lishicha, Miradil yaqinda tacisiman virus yuqumdori deb qaralib, Otish shaharlik sanoat rayoniga ilib ketilgan. O hazır karantin kılınıvatkan 6. rayon əməliyyatda Otishdagi lagerlarning biri bo'lib, hazır vaqtincha tibbiy ishlarga ishlatilıyotgan ekan. Hazır Otish tavasidagi mehmonxonalarda karantin kılınıvatkan kishilar bakli ko'p bo'lganlikdan bu kishilarning bir qismi lagerlardan vaqtincha o'zgartirilgan karantin nuqtalarida turmoqda ekan. Xitoyda yamrayotgan tacisiman virus bütün dünyani endişeге selayotganda buning millionlagan Uyg'urlar qamalgan lagerlarda texmi zo'r fojialarga bana bo'lib qilishi kuchlik endish qo'zg'amoqda. Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish fondining raisi Rabia Qadir xonim Wuhan virusi vabosi tarqalgandan keyin ko'p qatim bayonot e'lon qilib, lagerdagilarni uylariga qaytarish chaqiriqini o'tirg'a qo'ydi. Amerikadagi kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining mudiri Sofiya Richardson xonimmi bu munosabat bilan maxsus obzor maqolasi yozib, Xitoy hukumatini Uyg'ur diyoridagi yuqum ahvolida oshkora bo'lishga chaqirgan. Bütün Xitoy Wuhandan tarqalayotgan virusning vahimasida qolganda Uyg'ur diyoridagi bir qism Uyg'urlarning dutor, ta'mir qatorliq chalg'u asboblari orqali virusga qarshi turish safarbarligiga selinishi chaqchaq va munozirga sabab bo'lmoqda. Yaqinda Xitoy doiralarining Wuhanga avatilgan tibbiy qo'shindagi Uyg'ur doktor va sestralarni bemorlarning ruhiy kayfiyatini yaxshilash nomida kasallarga Uyg'urcha usul o'ynashga selish haqidagi ko'rinishlar tarqaldi. Xitoyning Uyg'urlarni terrorchi va asabiy degan nomda bostirishi avjiga chiqayotganda, ushtumtotli Uyg'urlarni virusga qarshi tashviqotning bir turlik vositasi qilib olishni ba'zilar ayblasa, yana ba'zilar tibbiy nuqtadan to'g'ri tushunishga bo'ladi deb qarmoqda. Germaniyaning Stuttgart shahrida Xitoy hukumatiga qarshi yolg'iz kishilik namoyishni davom qilayotgan Uyg'ur yosh Abdulla Arishning beshidan kechirganlari Uyg'ur jamiyatidagi zulmni boshqa bir tarafdan yo'ritib berdi. 2016 yilning o'tirlariga qadar Urumchida o'qitishga doir kompyuter yumtallarini ishlash va setish bilan shug'ullangan Abdulla va uning oilasidagilar Uyg'ur diyoridagi zo'r tutqunda xonavayron qilib etilgan. Növbətdə Abdulla Arishning qayta tarbiya ilish uchun lagerlarga ilib ketilgan bir qism qarindoshlari va urug' tuqqanlari texicha qamoqda tutilmoqda ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'tgan haftadagi O'rta Osiyo safarida yana bir qatim Uyg'ur masalasini ta'kidlab, ularning hozir og'ir zulmga uchrayotgan bir xalq ekanligini ko'rsatdi. Shundaqla O'rta Osiyo davlatlarini Xitoydan qochib chiqqan Uyg'urlarga panohlik berishga da'vat qildi. Xitoyning Qozog'iston va O'zbekistondagi elchixonalari Amerika hukumatidan qattiq norozi bo'lib, buni Xitoyga qarshi qutratqo'liq qilish harakati deb aybladi. Mike Pompeoning bu so'zlari ko'plagan kishilarning olqishiga erishgan bo'lib, bu yana bir yoqdan O'rta Osiyodagi musulmon davlatlarga bevosita qilingan chaqiriq deb qaralmoqda. 5 fevral kuni İstanbulda Sharqiy Turkiston shehidlar kechasi o'tkazilib, 1997 yildagi 5 fevral vaqasida hayotidan ayrilgan shehidlar eslandi. Muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilar yig'inda so'z qilib, o'tmish va kelgusi haqida navbatdagi Uyg'ur jamiyatining jiddiy o'ylanadigan payti yetib kelganligini o'tirib qo'ydi. Mingdan ortiq kishi qatnashgan bu yig'inda shehidlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on o'qilish bilan birga muhojiratdagi yoshlar va o'smirlarga yana bir qatim millatparvarlik, vatanparvarlik tarbiyasi ilib berildi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.